Adet qumulning adamlari chiyganza, qiltira, xiyma, to'rpaq degandek mushning o'xshash laqamlarni parlab bir-birsiga qo'yvag'ini anglaydigan oldiga. Ammo bir akam buningdan mustasno dislara. Qumul xalqi bu akamga birlik ikivag'andek import deb inglizcha laqam qo'ydigan gap. Bu akam burundi kompyuter mulozimati, import mallar talla bazri qahvaxona degandek nurg'u ishlarni shuncha yillardi butun bedinning go'sht muskullarini to'liq ish qilib Kitqa, hem bugünkü günde işlerini kolunun ucudala kıldığa uaptı. Bununla bütün ögelerini iş kısalay dese xeridarlarının fikri çıkıp bağmaydıqa. O nemişke desle, markala ilaş. Attım bu Abdurrahimgan xalqning loyalarini ilab ritqidek mu markaladi deb tushunqamizla. O'zlari inglizchada depasam bo'g'dak logo yasaytqidek logo. Odatda balak gaplar u quloq tekirsa bu quloq tejikitidi. Ammo biroz markaqidak deydigan bo'lsa xabar topmaydigan adam qolmaydi ekan. Bütün ishni tashlab qo'yib, eng chiroyli igi oyoqlarini tep chiqib jabdunab berib necha soat maraklaganni ozab necha tog'ar nokagidek pulmu qoqaydi ekan. Abdurrahim akamning loyiliga markalarni oddiy chaqlaqamizla. Marka degancha nim qildiganliklarini universal bilimlar ilkida nafsiki bilan kichik doiraga mujassamlab eng chiroyli ravishda ko'z qildigan bir san'at turi dislami bo'ldi. Bayni o'chilarning o'lakaga ayginning eng tunishli bo'lgan 5ni tamga es qo'ygandek dislara. Chiroyli loyilangan logomi shu ayga beshida xalqning diqqatini tortib tamlarda emas, viskilarda, xizmat kiyimlarda mahsulotni jilvilab turdi. Ammo tuzuk loyilanmagan markacha tamlarga o'lakaga ayganning putini, qo'rig'ini ya bo'lmas ishki a'zolarini es qo'yib baqslachu. Kimmi o'zini shikorga chiqibdi deydi. Mashqaq o'pki esib sotadigan o'da pul tanglamamdi. Amda yasg'an marka deganni haq o'tib beni bir qarablı tonaverdi. Şuna xoğaşqa soda suyigimi Abidayning resmini emas markini erinmey layıltib çaplığanıma. Şaparan polganmı degan ya biraqatım danshiga elabir paqmidi. Tishlarga chiqqasimi adam ko'maydigan kash qurulliga chiqib nadiki töva tombeshi ya bulong puchqoqlar yuriydi. Uni biroz ko'di desak ma shu askilar ko'rdi. Askilarmi ko'sil atsi ya qamoqda ya doktorxonada. Shunaq tursima saqchilar askilarni tutamaganda telefon nomerini bilmaydigan shaparan polganning midisidagi markasini bulib qichidan sap yurib chaqir keldiga. Abdurrahim akam markini loyilab anga oldirib olaydi. Takslik loyilarini marka loyilaganday sifatli qilmay bir daq qildi. Markalarni bir yerda o'ralmalarni bir yerda qilib yurmislar. Hammasi bir loyilagichining qo'ldan chiqqani yetmaydi. O'xshash vaqtni yaxshi, o'zgarishchan vajralar qarab baqsira. Hammasi o'xshash bir planetning mashi odamlari bo'lmasa Marks'ın o'xshash bir yerda loyilatmay bular. Ham sanpa deyishib ikki guruh bo'lib ne zaman etishit qilib, bütün planetni viloyat markaliq siliqlashmay bo'yab bo'sh yasalavadi bir-birsiga. Shu Marks'ni birlikka keltirolmagandiki, qasili qismini astab patatatat etishib yurgan. Hammani bir loyilagicha loyilatmaganning dardini tortib o'tibdi. Mana bu o'zgarishcha vajralar o'zgarmaydigan majra va olma o'zi bir mo'gichagil degan g'ajlab qo'z andi hech kim qarmaydigan. Kimki birsi buni sibti bir mark loyila qo'yganda boshlab olmadis odamlar kichi demasdi o'chirab turdiga. Bo'raklarni sotib yurib olmay qolmaydigan vaqtda qarsam bu Abdurrahim akam olma kompyuterda ikkini tiklavapti. Abdurrahim akam marka loyilsa birnis ikkilik ajr qildi. Ammo sifatli chiqdi. Har shaharlardagi odamlarni xo'sh qilib og'zining o'ng pushqig'ini so'ng quloqlarigacha yetkazavaganima. Chunki shu odamlar bildi markani chiroyli qilib loyilsa egiligiga nechalik tus qo'shadiganini, hatto taqdirni o'zgartiradiganini. Xiyol qilib baqsa o'rmak tuyi polganmi degan to'qimachilik kasbining peshini yangi tutgan kunlarda marka loyilashga ko'z qilmay yurdi. Angval iqtisodi xaroblashib, hech kim u to'qiga to'rni olmay, to'r to'qish yo'llari borlig'ini bilolmay, puli yo'q, agali qolmay, motochayni qo'ylab chapak sotib yurdi. To'rlarni kash olganlarda ushqashqa askilarga zo'rlab birib, amis urib yurib cho'li qildi. Ammo Marks'ni tuzuk loyiladicha, o'rmakchi polganni tanimaydigan odam qolmadi. Har xil balak polganlar uni kichik dimi arziga ap, tashqi planetlarga bekor sayohatga oladi. Tig'i marab polatgan polganmi umrining oxirida uni o'rmakchi
Ey demesdi mehrini birep, bika olsun tılp okuyup, kiyimler çipirip, tas kaldı balam kuvaqlı. Meni karşıla, şaparang, örmekçi ve özgürüşçe vajra degandek ayganatla, tömür təsəklər çıqdı markasını tüzük layıltışını bilge. Naiti bir logo kenga, onun kımı ziyad pul kaçlap yüremdi, deydiğen suallarını sonra koyduğun adam ne oldu ki? Ben bugün özürlerinin kalılırlar, en kuamgamış suallarla lillak birdiğen cevabım şu ki, ha? Yok aynı Abdri Mekkemni kepilap öttük. Avrupa'nın logosu yakşı Abdri Mekkemnin logosu. Ben yetergan ona koysa bu sanın moşnan çekepilay. Eki görüşini ha hoş. 抖音。